Hozir Qumarg'dagi 260 kvadratli obyektimizga keldik. Yuringlar, sizlar bilan ichkarini ko'rib chiqamiz. Bu xonadonimizda 90% ishi почти bitib bo'lgan. Hozir sizlar bilan bitta hammasini ko'rib chiqamiz. Bu hovlimizni 2 sotixga tushgan. Hovliga kirib kelishingiz bilan bitta mashinaga joyimiz bor, letniy kuxnyasi bor, sanuzeli bor, kichkina zelenoy zonasi bor. İchkariga kirishimiz bilan bizani hol kutib oladi. O'ng qo'limizda oshxona joylashgan, chap qo'limizda родительский spalni joylashgan. Sanuzeli ichkarida joylashtirib berganmiz. Ikkinchi etajga sizlar bilan ko'tarilamiz. Ikkinchi etajimizda o'ng qo'limizda ofis uchun xona tashlab ketganmiz. Ikkita детский spalniz bor. Undan tashqari bo'lsa yana bitta родительский spalni joylashtirib qo'yganmiz. Undan tashqari ikkinchi etajimizda общий sanuzel bilan kichkina balkonimiz bor. Endi sizlar bilan 3-etajga ko'tarilamiz. 3-etajimiz, ya'ni mansardadan to'g'ri foydalanganmiz. Bu yerda ham игровой zona, ham gостевой joy qilib qo'ygan. Bu yerda plan bo'yicha bilyard qo'yiladi. Xonamizni ko'rib turganinglardek bu yerga spalni garnituri joylashtirganmiz. Qaranglar, sizlarda uchastka, xonadon, помещение bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Bizga komandamiz bilan borib, sizga tekinga hisoblab beramiz. Faqatgina iyul oyi uchun dizayn proyekt sizlarga sovg'a qilinadi. Ulgurib qolinglar.